Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Bu barcha pensionerlar uchun taqiqlanadi. Gap shunchaki mayda qo'yda haqida emas, pensiyangiz to'xtab qolishi, ortiqcha olingan pul qaytarib undirilishi. Hatto jarima va sudgacha bo'lishi mumkin bo'lgan holatlar haqida ketmoqda. Shuning uchun bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, parvarish qilayotgan yaqinlariga va bank kartasidan foydalanadigan oila a'zolariga tegishli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki men bunday mavzularni oddiy tilda, hujjatlar, amaliy misollar va aniq qadamlar bilan tushuntirib beraman. Bugungi videoni oxirigacha ko'ring. Ayniqsa pensioner nomidan karta ishlatadigan farzandlar va nabiralar albatta eshitishi kerak. Avval ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar orqali yurardi. Pensioner pensiya bo'limiga borar, ma'lumotnoma olib kelar, ariza yozar. Ishga kirsa yoki boshqa hududga ko'chsa, ko'pincha bu haqda alohida xabar berishi kerak bo'lardi. Ayrim holatlarda ma'lumot kechikib yetib borardi. Masalan, odam ishga kirgan, lekin bu haqda pensiya organi bir necha oy o'tib bilgan. Yoki pensioner chet elga uzoq muddatga ketgan, lekin pensiya kartasiga pul tushishda davom etgan. Yoki biror nafaqa olish uchun berilgan, ma'lumot o'zgargan, ammo tizim darhol ko'rmagan. Hozir vaziyat ancha o'zgardi. Davlat idoralari, banklar, soliq organlari, fuqarolik holati dalolatnomalari, bandlik ma'lumotlari va boshqa elektron bazalar o'zaro bog'lanib bormoqda. Bu nimani anglatadi? Endi bilinmay qoladigan narsa juda xavfli xato. Ishga kirganingiz, daromad paydo bo'lganingiz, yashash joyingiz o'zgargani. Ayrim to'lovlar uchun asos bo'lgan holatlar yo'qolgani yoki vafot holati tizimda ko'rinishi mumkin. Shuning uchun men eng avvalo shuni aytaman. Pensioner uchun eng katta taqiqlardan biri bu pensiya yoki nafaqa olishga ta'sir qiladigan ma'lumotni yashirishdir. Bu yerda hamma pensiyalar bir xil emasligini tushunish kerak. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqalar, kompensatsiyalar, qo'shimcha to'lovlar, parvarish puli, kommunal imtiyozlar kabi turli to'lovlar bor. Ba'zisida ishga kirish to'loviga ta'sir qilmasligi mumkin. Ba'zisida esa bevosita ta'sir qiladi. Ba'zisida daromad hisobga olinadi. Ba'zisida oilaviy holat, nogironlik guruhi, ta'limda o'qish, parvarishga muhtojlik yoki yashash hududi muhim bo'ladi. Shuning uchun men pensionerman. Menga hamma narsa mumkin deyish ham noto'g'ri. Pensioner ishlasa pensiyasi darhol to'xtaydi deyish ham har doim to'g'ri emas. Muhimi qaysi to'lovni olayotganingizni va unga qo'yilgan shartlarni bilish. Asosiy qism B. Nimani bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Birinchi taqiqlangan holat, yolg'on yoki eskirgan ma'lumot asosida pul olish. Men buni eng xavfli holat deb hisoblayman. Masalan, pensioner qo'shimcha ijtimoiy yordam oladi. Bu yordam oilaning daromadi past bo'lgani uchun tayinlangan. Keyin oila a'zosi rasmiy ishga kiradi, daromad oshadi, lekin bu haqda xabar berilmaydi. Natijada 6 oy davomida har oy 500 ming so'mdan ortiqcha to'lov tushadi. 6 oyda bu 3 million so'm bo'ladi. Keyin tekshiruvda aniqlansa men bilmasdim degan gap har doim ham yordam bermaydi. Chunki odatda to'lov tayinlanganda shartlar tushuntiriladi va ma'lumot o'zgarsa xabar berish majburiyati bo'ladi. Ikkinchi holat pensioner nomidagi bank kartani boshqalarga berib yuborish. Men bu yerda juda qattiq ogohlantiraman. Kartani berish, PIN kodni aytish, SMS kodni aytish, telefon raqamini begona odamga topshirish juda xavfli. Bu nafaqat bank qoidalariga zid bo'lishi mumkin, balki firibgarlikka yo'l ochadi. Real hayotda shunday vaziyat bo'ladi. Bu pensiya kartasini nabirasiga beradi, bozorga borib pul yechib kel deydi. Nabira 1 million so'm yechishi kerak, lekin 2 million yechadi. Keyin oilada janjal chiqadi. Bank esa ko'pincha PIN kod bilan amalga oshirilgan operatsiya karta egasi roziligi bilan bo'lgan deb hisoblanadi degan pozitsiyada turadi. Yana ham xavflisi, kimdir karta orqali qarz ilovalariga kirib, kredit rasmiylashtirib qo'yishi mumkin. Pensioner keyin men olmaganman deb yurguncha muammo kattalashib ketadi. Uchinchi holat, pensioner vafot etgandan keyin uning kartasidan pul yechish. Bu juda nozik, lekin ko'p uchraydigan holat. Men ochiq aytaman. Vafot etgan shaxs nomiga tushgan pensiya yoki to'lovni oila a'zolari o'zicha yechib olishi mumkin emas. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, belgilangan tartibda tegishli organlarga xabar beriladi. Meros, dafn puli, oxirgi oy uchun to'lov kabi masalalar qonuniy tartibda hal qilinadi. Masalan, ota vafot etdi, lekin kartaga yana 1 million 200 ming so'm pensiya tushdi. Farzandi baribir otamning puli-ku deb yechib olsa, keyin bu ortiqcha to'lov deb topilishi va qaytarish talab qilinishi mumkin.
Ayrim holatlarda bu noqonuniy o'zlashtirish sifatida baholanishi ham ehtimoldan xoli emas. 4-holat ishga kirishni yashirish. Bu masalada ehtiyot bo'lish kerak. Chunki hamma pensionerlar uchun ishlash taqiqlanmagan. Yoshga doir pensioner ko'p hollarda ishlashi mumkin. Lekin ayrim qo'shimcha nafaqalar, kompensatsiyalar, parvarish to'lovlari yoki maxsus shartli yordamlar bor. Ularda ishga kirish, daromad olish yoki bandlik holati to'lov miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Misol, pensioner 2 million so'm pensiya oladi va qo'shimcha ravishda kam ta'minlanganlik bo'yicha 600 ming so'm yordam oladi. Keyin rasmiy ishga kirib 3 million so'm oylik ola boshlaydi. Agar shu yordam daromadga bog'liq bo'lsa, xabar bermaslik oqibatida 4-5 oy ichida 2-3 million so'm ortiqcha to'lov yuzaga keladi. 5-holat nogironlik holati yoki tibbiy xulosa o'zgarganini yashirish. Nogironlik pensiyasi va ayrim imtiyozlar tibbiy mezonlarga bog'liq bo'ladi. Agar qayta ko'rikdan o'tish muddati belgilangan bo'lsa, uni o'tkazib yuborish mumkin emas. Keyin boraman, vaqtim yo'q. Hech kim so'ramadi degan sabablar pensiya to'xtashi yoki qayta hisob-kitob bo'lishiga olib kelishi mumkin. Misol uchun, odam ilk guruh nogironligi bo'yicha to'lov oladi, lekin qayta ko'rik sanasi o'tib ketadi. Tizimda tasdiq bo'lmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin hujjatlarni tiklash uchun yana yurishga to'g'ri keladi. 6-holat chet elga uzoq muddat ketish yoki doimiy yashash joyini o'zgartirishni yashirish. Bunda ham hamma holat bir xil emas. Ba'zi to'lovlar yashash joyiga, ro'yxatga, mamlakatda bo'lish holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner farzandlari yo'niga 2 oyga boshqa davlatga ketadi. Kartaga pul tushib turadi. Lekin agar qonunchilikda yoki to'lov shartida uzoq muddat chetda bo'lish bo'yicha alohida talab bo'lsa, keyinchalik savollar tug'iladi. Shuning uchun men har doim maslahat beraman. Uzoq muddatga ketayotgan bo'lsangiz, oldindan pensiya organidan yozma yoki elektron tarzda tushuntirish oling. Kim xavotir olish kerak? Birinchi navbatda qo'shimcha yordam, nafaqa, kompensatsiya olayotganlar. Ikkinchi, nogironlik pensiyasi yoki parvarish bilan bog'liq to'lov olayotganlar. Uchinchi, pensiya kartasini o'zi ishlatmay, farzandi yoki qo'shnisiga berib qo'yganlar. 4-chi, rasmiy ishga kirgan yoki kichik biznes, ijara, xizmat ko'rsatish orqali daromad ola boshlaganlar. 5-chi, chet elga ketgan, boshqa viloyatga ko'chgan yoki ro'yxat manzili o'zgarganlar. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz yoshga doir oddiy pensiya olayotgan bo'lsangiz, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, kartangiz o'zingizda bo'lsa, hech narsani yashirmayotgan bo'lsangiz, ishga kirgan bo'lsangiz ham qoidalar bo'yicha bu pensiyangizga ta'sir qilmasligini aniqlashtirib qo'ygan bo'lsangiz, vahimaga tushish shart emas. Bu video sizni qo'rqitish uchun emas, noto'g'ri harakatdan saqlash uchun. Eng katta tuzoq shuki, odamlar pensioner bo'lsam, hamma to'lov meniki deb o'ylaydi. Aslida har bir to'lovning asosi bor. Pensiya staj. Yosh, badal qonuniy hisob-kitob asosida beriladi. Ijtimoiy nafaqa esa ehtiyoj, daromad, oilaviy holat yoki boshqa shartga bog'liq bo'lishi mumkin. Kompensatsiya aniq xarajatni qoplash uchun berilishi mumkin. Shuning uchun bir to'lovga ruxsat bo'lgan narsa boshqasiga ruxsat bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi nozik jihat ishonchnoma. Ba'zan pensioner yura olmaydi, bankka bora olmaydi, kartadan foydalana olmaydi. Bunday holatda farzandiga yoki ishonchli odamga rasmiy ishonchnoma berishi mumkin. Lekin ishonchnoma xohlagancha ishlataver degani emas. Ishonchnomada vakolat aniq ko'rsatiladi. Pensiyani olish, bank operatsiyasini bajarish, arza topshirish yoki hujjat olish. Agar vakil pulni pensioner manfaatiga emas, o'z ehtiyojiga ishlatsa, bu oilaviy kelishmovchilik emas, moliyaviy suiiste'mol bo'lishi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'raman. Chol yoki kampir pulim qayerga ketayotganini bilmayman deydi. Farzandi esa men dori oldim, oziq-ovqat oldim deydi. Chek yo'q, hisob yo'q, isbot yo'q. Shuning uchun vakil bo'lsa ham hisob-kitob aniq bo'lishi kerak. 3-chi nozik jihat, SMS kod. Bugun firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Pensiyangiz oshiriladi. Kompensatsiya chiqdi. Kartangiz bloklanadi. Yangi to'lov olish uchun kod ayting deb qo'ng'iroq qiladi. Men qat'iy aytaman. SMS kodni hech kimga aytish mumkin emas. Bank xodimi ham, pensiya bo'limi ham, soliq idorasi ham telefon orqali sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Agar kodni aytsangiz, kartangizdagi pul yechib olinishi, onlayn kredit olinishi yoki hisobingizga kirish ochilishi mumkin. 4-chi nozik jihat ortiqcha to'lovni davlat o'zi berdi, men aybdor emasman deb o'ylash. Ba'zan xatolik tizimdan bo'lishi mumkin.
Lekin agar siz to'lovga asosingiz yo'qligini bilgan bo'lsangiz yoki bilishingiz kerak bo'lgan bo'lsa, keyin qaytarish talabi kelishi mumkin. Masalan, sizga odatdagidan 2 barobar ko'p pensiya tushdi. Siz darhol menga oshgan ekan deb ishlatib yubordingiz. Keyin ma'lum bo'ldiki, texnik xatolik bo'lgan. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l darhol bank yoki pensiya organiga murojaat qilib, nega bu miqdor tushdi deb so'rashdir. Pulni ishlatib yuborish muammoni hal qilmaydi, aksincha qarzga aylantiradi. 5-nozik jihat, hujjatdagi kichik xato katta oqibat beradi. Familiya bir harf bilan noto'g'ri yozilgan. Tug'ilgan sana xato. Pasport ma'lumotlari yangilanmagan, bank hisob raqami o'zgargan, telefon raqami boshqa odam nomida. Bular oddiy ko'rinsa ham to'lov kechikishi, ariza rad etilishi yoki firibgarlik xavfini oshirishi mumkin. Ayniqsa pasport yoki ID karta almashtirilgandan keyin pensiya organi bank va boshqa tegishli joylarda ma'lumot yangilanganini tekshirish kerak. 6-nozik jihat, mahalladagi odam aytdi degan maslahatga ishonish. Men doim aytaman. Pensiya masalasida qo'shni, tanish, navbatdagi odam emas, rasmiy organ javob beradi. Bitta odamga to'g'ri kelgan holat sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Chunki staj yosh, to'lov turi, nogironlik guruhi, oilaviy tarkib, daromad, yashash joyi hammasi farq qiladi. Birinchi qadam, qanday to'lov olayotganingizni aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami? Qo'shimcha kompensatsiyami? Buni pensiya bo'limidan, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali yoki rasmiy ma'lumotnomalardan aniqlashingiz mumkin. Nomini bilmasdan turib qoidasini tushunib bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, ma'lumot o'zgarsa xabar bering. Ishga kirdingizmi? Daromadingiz o'zgardimi? Yashash joyingiz o'zgardimi? Chet elga uzoq muddat ketmoqchimisiz? Nogironlik qayta ko'rigi vaqti keldimi? Pasport almashtirdingizmi? Bank kartangiz yo'qoldimi? Darhol rasmiy murojaat qiling. Og'zaki aytib qo'yish yetarli bo'lmasligi mumkin. Ariza topshirsangiz ro'yxatga olingan raqamini, sanasini yoki elektron tasdiqni saqlab qo'ying. 3-qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank karta va hisob raqami ma'lumotlari, mehnat daftarchasi yoki ish staji hujjatlari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, oilaviy holat hujjatlari. Zarur bo'lsa daromad ma'lumotnomasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar tayyor bo'lsin. Hujjatlarning rasmini telefonda saqlash ham foydali, lekin asl nusxalarini alohida papkada saqlash kerak. 4-qadam. Bank kartangizni himoya qiling. PIN kodni hech kimga bermang. SMS kodini aytmang. Kartani begona odamga bermang. Agar farzandingiz yordam beradigan bo'lsa, bank ilovasini birga tekshiring, har bir yechim bo'yicha yozib boring. Alohida ishonchnoma rasmiylashtiring. Karta yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib bloklang. Telefon raqamingiz yo'qolsa yoki sim karta boshqaning qo'liga tushsa, bank va aloqa operatoriga zudlik bilan murojaat qiling. 5-qadam. Ortiqcha yoki tushunarsiz pul tushsa, ishlatmang. Avval sababini aniqlang. Bankdan ko'chirma oling, pensiya organiga murojaat qiling. Falon sanada falon miqdorda pul tushdi. Bu qanday to'lov deb yozma so'rov bering. Agar xatolik bo'lsa, qaytarish tartibini so'rang. Bu sizni keyingi da'volardan himoya qiladi. 6-qadam. Agar pensiya to'xtab qolsa, vahima qilmay sababini aniqlang. Bankda texnik muammo bo'lishi mumkin, karta muddati tugagan bo'lishi mumkin. Hujjat yangilanmagan bo'lishi mumkin. Qayta ko'rik muddati o'tgan bo'lishi mumkin. Tizimda ma'lumot mos kelmayotgan bo'lishi mumkin. Pensiya bo'limiga borishda pasport, pensiya hujjati, bank rekvizitlari, oxirgi to'lovlar bo'yicha bank ko'chirmasi, agar kerak bo'lsa tibbiy hujjatlarni olib boring. Ariza yozganda pensiya to'lovi falon oydan beri tushmayapti. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lovni tiklash tartibini ma'lum qilishingizni so'rayman deb aniq yozing. 7-qadam. Yaqinlaringiz bilan ochiq gaplashing. Ko'p muammo oilada yashirilgani uchun chiqadi. Pensioner pulini kim yechadi, nimaga sarflaydi, doriga qancha ketadi, kommunal to'lov qancha, oziq-ovqat qancha, bularni yozib borish kerak. Agar pensioner yoshi katta bo'lib, hisobni yurita olmasa, farzandlari navbat bilan yordam bersin. Lekin hammasi shaffof bo'lsin. Bu nafaqat pulni himoya qiladi, balki oiladagi ishonchni ham saqlaydi. Demak, pensionerlar uchun eng muhim taqiq shuki, pensiya yoki nafaqaga ta'sir qiladigan ma'lumotni yashirish, yolg'on hujjat berish. Ortiqcha tushgan pulni bilib turib ishlatish, vafot etgan shaxs kartasidan pul yechish, bank karta va SMS kodlarini boshqalarga topshirish mumkin emas.
Har bir to'lovning o'z sharti bor. Shuning uchun o'zingiz olayotgan to'lov turini bilish va o'zgarish bo'lsa vaqtida xabar berish kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq kartangiz xavfsizligini tekshiring, hujjatlaringizni tartiblang. Qanday to'lov olayotganingizni aniqlang va tushunarsiz holat bo'lsa, rasmiy idoradan yozma javob oling. Bu oddiy qadamlar pensiyangizni, pulingizni va asabingizni himoya qiladi. Sizningcha pensionerlar eng ko'p qaysi masalada qiynalmoqda? Bank kartasi xavfsizligidami, pensiya hisob kitobidami yoki hujjat topshirish jarayonidami? Fikringizni izohlarda yozing. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ham pensionerlar, nafaqalar, imtiyozlar va huquqlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib beraman.